Xo'p, o'zi biza mana shuni to'g'irlashimiz kerak. Kamera yo'qmi? Xullas, barcha-barchalarga mumkin bo'lmas. Men apaga Xmon deb qiladi. Xullas, bugungi videoda biz mana shu 13-qishloqda nima qilamiz. Buni mana shu onalar va eshikni yangi qilganimni keyingi videoda mana shu bu videodan keyin obunachilik bo'ladi. Qanaqa qilib qilganimni. Hop dobi dop bo'ldi. Videoni ham YouTube'ga qo'ydim sizlar uchun. Bu ham mening pullarim. Men hozir buni o'ynasam bu menga kerak. Buni hamma oladi-da. Men endi mashinaga harakat qilaman. O'shanga buni bundoq qilyapman. Xullas do'stlar, buni hech kim bilmaydi. Endi mana yo'sinlaymiz. Buni bundoq qo'yamiz. Bo'ldi. Bu mashug'ida turadi. Xo'p. Men nol qo'ydim. Bu nima? Nol qo'ymaydi-ku. O'qqa tosh qo'yamiz. Tosh. Hoppa, tosh va bo'ldi. O'ynaysiz, mayli, nimadir qilamiz, bilmayman, nima qilamiz deyapti. Tashavoramiz. Yo'qmayapti-ku. O'zi ana endi yo'nmasa kerak. Bo'ldi, yo'ndi. Do'stlar, biz kirgani qo'yib, agarodagi ishlarimizni qilamiz, do'stlar. Qanin lezga o'smabdi-ku bular. Mana ozgina o'sgan, men bularni tozalayman. Qo'shnim baribir tozalamayapti. Nima mana shunaqa? Bu nimaga bunaqa o'yinim mana shunaqa? Qani qo'shni uyingdamisan? Qo'shni uyimda emas. Nimaga uyda emas bilmayman. Apaga bu yoqqa qarabor. Kim chaqiryapti? Do'stlar, ko'raylikchi. Qani kim chaqiryapti? Sizmi, janob mermi? Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Mana shu katta bino bor-ku. Qaysi, mana bumi? Ha, o'shalarga hozirgacha chetga ketgan bir haftaga. O'shanga sen mana shu agarodini o'zing tozalaysan, o'zingniki agar o'smagan bo'lsa, o'zingnikini qilmasang ham bo'ladi. Tushundingmi? Ha, bo'pti. Bo'ldi. Do'stlar, janob mer aytdi, mana shu yerda nima bor deb. Bu ketgan ekan chetga. Mayli, men nima qilaman? Agar o'zini tozalang bo'ldi. Mer endi aytadi. Merdan so'ragan. Biz ham chetga ketaveramiz. Pulimiz VIP pulimiz. Ha, ketaveramizmi do'stlar? Nima deysizlar? Chet elga ketishni xohlaysizlarmi? Yo'q, men o'shani kommentariyada yozib qo'ydilar. Bir keyingi biza hozir hop muji hammasini qildim. Mana endi ekishimiz kerak. Bo'ldi. Mana endi sabzini. Bo'ldi. Mana bularni ham tozalab qo'ya, ozgina shu o'sishini. Bo'ldi. Mana buni ham ochgina. Mana ana endi buni. Nima bu yerda qo'ygan? Bo'ldi. Ana endi bo'lsa biza bo'ldi. Mana endi biza buni janob merga boramiz. Chunki bulardan bizga pul kerak. O'ydik. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum, nima deysan? Agar uni tozalab bo'ldim, beraymi sizga? Ha, borib uyimga sandig'imga qo'y. Oylikni qachon berasiz? Keyingi videolaringda beraman. Ha, bo'pti. O'zi
mana shu shuncha bo'lmayerniki. Bilasizmi? Nishlar bo'ldi. Biz yerga to'shiriq, endi biz hamma narsasini qildik. Mana shu qo'shnim yo'q, qo'shnimdan so'raychi. Qo'shni. Ya ish bo'ch. Mebellari yo'q do'stlar. Faqat versaga bor. Mana nima qilaman versaga. Baribir hamma yo'qda versak bo'ladi. Yo'q. Biza hozir mana buni qo'ymaymizmi? Voy. Mana bitta noyora qo'rin och. Ertalab yemadim, bitta hot-dog yeymizmi? Nima deysiz? Deysizlar, hot-dog ham yaxshi. Mazza voy. Qo'rin to'ydi. O'zgina ichimlik bo'lsa yomon bo'lmasdi. Voy mazza. Hozir biza xullas kompyuterni bitiramiz. Do'stlar, videoni ham yoqdim. Kechqurun qancha mana shu nalalarga kompyuterni o'ynadim. Voshcha uyga kelyapti. Lekin uxlamaymiz. Bitta suvga kalla tashlasak hammasi chiqib. Mazza qilib uxladim boru. Hozir biza bitta kuraychi mer o'ynamigan. Janob mer. Ha, nima deysan? Tashqaridamisiz, janob mer? Ha, bo'ldi. Men ketaman. Mana shu qo'shni nimagadir ertalabgacha bo'lmadi. Chunki biz hozir mana shu kechqurun bo'lsa ham bitta video olardik. Bitta kirmasa bo'lmaydi, bu nimadir bo'lyapti bu uyda. Qo'shni. Ha. Qo'shni. Yana eshik ochiq. Bu ham eshik ochiq edi. O'sha mana shu versakni sindiraman-da. Nima bo'lsa bo'lsin. Tabarim ham yo'q do'stlar. Mana shu bilan kirka bilan endi o'ldiramiz kirkani o'lay. Kirka bilan sindiramiz, kirka bilan har ehtimolga qarshi qilishni ham qo'laylik. Endi nima bo'lsa bo'lsin. Hozir biza kirka bilan sindiramiz. Mana shu qo'l bilan sindirsa bo'ladi, lekin kirka bilan ancha tezroq. Tabarim ham yo'q. Yashirin joy topdim. Mana shu nimadir ovoz bo'lyapti. Qilishni olamiz. Qo'shni jetin baka bu yoqda qamalib o'tiribsan. Meni bitta mayna va shuqa qildi. Ertalabdan beri mana shu yoqda o'tibman. Agar nimadir bo'lsa orqadagi taytlarni portlatib yuboradi. Yo'q, portlamaydi. Hozir men seni qutqaraman. Shoshma. Hadushi dinamitlarni ham olamiz. Qochib tur, jetil. Jetil nima qilyapsan? Dentelarni olamiz. Borsen, mana shu yoqda o'tir. Mana shu fakelni ham isbot dalil bo'ladi. Mana shu yoqda tursin. Yur, ketdik, jetil. Men shu yoqda o'tir, meni qamalga qil. Politsiya chaqirasam keyin mana shunaqa bo'ladi. Ha, bo'pti. Mana shu yoqda o'tirasanmi? Nima qilsang qili. Mana bu yoqni ham yopib ketamiz, do'stlar. Endi men chiqib politsiya chaqiraman, do'stlar. Xullas, shu joyda videoni tugazaman. Hammaga xayr. Mana shu dinamitlar isbot dalil bo'ladi. Hammaga xayr.